Hürmetli vatandaşım, nöbetçilik işimizle başlayımız. Kompüterinin çatığı bilen iş gün çıkıp kaldık. Geçirim sorayımız. Prezident Obama Türkiye'ye yetip geldi. Parij'de yüz bergen zoravallık hücumu bu qitimki yuqori derecelikler yığının asaslık temisi buludu. Mavzulu haber 11. ayının 15. günü Amerika vazının Xitay tili programmasida ilan qilindi. Haber mındaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama yakshanba kuni Turkiyaning O'rta Sharqdagi sayohat makoni Anatoliyaga yetib kelganda va 2 kunlik yig'in 20 davlat boshliqlari yig'iniga qatnashdi. Bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Suzan Rice xonim yig'in qatnashgan har qaysi davlat boshliqlari Suriya masalasini shu bo'yicha tirishchanlik ko'rsatishni muhokama qildi deb ko'rsatgan. Lekin Fransiya Parijda juma kuni yuz bergan zo'ravonlik hujumidan keyin munosabatlik masalalar bu navbatlik 20 davlat boshliqlari yig'inida muhokama qilinadigan temaga aylandi. Tahlilchilarning fikriga asoslanganda Parijda yuz bergan zo'ravonlik hujumi prezident Obamaning terrorist tashkilot Islom davlatiga zarb berish kuchini oshirishiga majburlaydi ekan. Yoki bo'lmasa prezident Obamaning diqqatini qo'zg'aydi ekan. Prezident Obama bu yig'in fursatidan foydalanib, boshqa davlat boshliqlari bilan birga aloqador masalalarni maslahatlashdi ekan. Turkiya 12 ming kishilik harbiy qism avatib, Anatoliyaga bu qatimqi yuqori darajaliklar yig'iniga mas'ul bo'lishni o'rinlashtirdi. Turkiya harbiy taraf mundaq ko'rsatdi. Yig'inning bexatarligi uchun Turkiya 2 kun yig'in mezgilida 24 soat havo mudofaa sistemasini harakatga keltirib, 20 davlat boshliqlari yig'ini maydonini qo'g'daydi deb ko'rsatdi.